Assalamu alaikum aziz qarindoshlar. İstanbul'dan hammalarga salom. Bu yil Dünya Uyg'ur Akademiyasining 4-navbatlik xalqaroliq yig'ini İstanbulda o'tkazildi. Bugun sizlarga bu yig'inning amaliy ahvolidan bir xabar berib o'tamiz. Ya'ni işte mustaqil yaşamaydigan bir millat uchun kam bo'lsa olmaydigan omillar qaysilar degandan iborat. Endi kelgusi uchun qaysi yo'lni tanlashni bilmaganda tarixni varaqlab burunqilarning sarguzashtlaridan aql tepish kerak. Tarixning eng chong ahamiyati shu. Birisi o'zining nereden kelganligini bilish, ikkinchisi burun tecrübelerini bilish. Mustaqillik tarix deganniki. Bazı televizyon stansiyasi kurup emas, televizyon kanalı kurup emas, bir televizyon kanalınınki bir saatten, haftada bir saatten setip alıp buldu. Şu tariqada qısaqım buldu. Mesela özümüzden aşı köprek kimler nerede oturakmıştı? İstanbul'da. Nerede? Fatih bölgesinde oturakmıştı. Zeytinburnu. Muşu Zeytinburnu ve Fatih bölgesindeki yayını kıldıran bir yerli televizyonlar var. Halkara televizyon emas, bir yerli kanalları var. Şu yerli kanallarına mesela ben pul verip mesela pedagogluk qilib birisi men 100 lira bersem, yanımız 100 lira bersem, ya 50 lira bersem, 10 ödemiş olsa, o öden bakkal buldu aşı bir saat. Ma tuandaki jadvallar endi Unicode organi tarqatgan Unicode jadvalida ko'rsatilgan o'rni endi. Buni degan kod o'rni. Agarda endi buni biz hal qilmagan chog'da bu xildagi ahvol yuz berdi. Masalan, bu qismat degan so'zni bosgan vaqtimizda arabchadagi kod o'rnini ishlatib qo'ysak, bu ulanmaydi ma'noga o'xshash, bu qizil xatni ko'rsatganda. Misollarga agar bu Uyg'urchadagi harfini bartaraf qilish uchun agar biz butunlay asos rayonga 06 D5 degan o'rinni ishlatib, qolganiga mal 4 xil shaklni ishlatgan bo'lsak, u chog'da sharq shahri deganda xatlarni bossak, bular bir-biriga chaplashib, bu harfimi bizga deb ko'rilgan ahvol yuz berdi. Yoki mau harfiga biz majburli asosda ishlatgan ahvol ostida majburlab qolib qolsak, masalan, Adobe shirkatining yasab chiqargan Photoshopda biz Uyg'urcha bir taraf qilib sinab boqqan vaqtimizda harfiningki ba'zi Uyg'urcha taq ulinib kelgan yoki ulinib kelgan harflar, masalan, degandagi harflar bilan ulangan vaqtida bir madaq ulinish shaklidagi bir siziqning paydo bo'lib qolganini biz bayqagan. Ondan keyin ko'p qitimliq sinab qilish orqali eng oxirida buningga shu o'rta yoziqdagi yening o'rnini ishlatishni qaror qilgandan keyin bu yerdagi masala o'ng'aldi. Endi buningdagi eng hozirgi talash tortish bo'layotgani yeningki Uyg'urchada zodi qancha xil shakli bor. Odatda elifbarimizda, biz kichik vaqtimizda o'qigan elifbalarda yening 2 xil harfi bor deb qaraydik. Bu mau jadvalningki bu shakli bilan mushu shakli bor deb qaraydik. Endi ko'pinchimiz shunday qaraymiz. Lekin xat nusxasini ishlash jarayonida biz bayqaganimiz endi buningki 4 xil shakli borligini bayqadik. Bir qism tadqiqotchilar Uyg'urchada biz elifbada faqat shu ikkisini o'rgangan. Ammo shu ikkisini bo'lsa kifoya deydi. Ba'zi tadqiqotchilar bu 4 xil shakli bo'lishi kerak deb qaraydi. Ammo shunda bir ixtilof mavjud. Endi bu ixtilof faqat jamiyatdagi endi bir qism tadqiqotchilarda ko'rildi, lekin odatda yasalayotgan xat nusxalarda, masalan, Beda Function Netball Systems'dagi xat nusxasi bo'lganda bu yening azab quyruq chiqarib yasalganda, ondan keyin Microsoft shirkati ishlagan Microsoft Uyg'ur degan xat nusxasida bu yeningki azroq quyruq borligini ko'rib olib bo'ladi. Ondan keyin boshqa Huawei deymiz,
Ondan keyin bu til yazık komiteti yazılan xat nusxalardami bu harfi demakchi bu quyruq va holatda yasalgan. Hamda ba'zi kitoblarni ko'rdik, jiq kitoblar bilan silishtirdik. Kitoblarning hammasida bu 4 xil shaklda tutdi. Hamda balkim elifbani ishlash vaqt mezgilida qo'lda yozilg'achqa 2 xil yozilib qolgan bo'lishi mumkin deb o'yladik. Bu hamda biz kompyuterchilar orasidagi bir masala, odatda yoziq bir taraf qilishda bu cho'ng ta'sirini ko'rsatib ketmaydi. Alaylıkların devamı, yani birisi öz enenisi ve öz turmuş adetliğe sadık buluş. Yahudilarning yılda bir qatim kıladigan milli bayrami, Passover deydi İngilizce. Ularga özünü saqlab qilish, özünü qutquzish ve erkinlikka erishish umidini muddatlik aslitib turilgan narsa. O'ziga xos milli bayram bo'lish intayin muhim. Uyg'urlarning milli bayramimiz yo'q. Bizniki Qurvaytlar o'ziyati bu diniy bayram. Uyg'urlarniki rasmiy Uyg'urlarning tabiiy bayrami yo'qdir. Yahudilar sizlar anlashingiz mumkin, demokratiyani Yahudilar ijod qilgan, diniy axloq o'lchamini Yahudilar ijod qilgan, erkinlik degan hukmlarni biz Yahudilar ijod qilgan, kommunizmni shular ijod qilgan. Ama kommunizmni ustida ishlatmay Xitoy tanqiddan qo'yganda Marks onu Yahudi. Ular azroqmi o'zi bilan yashayotgan boshqa millatlarni do'rashga intilmagan. Uni aksicha o'z an'anasiga va o'zining turmush odatiga sodiq bo'lgan. Dunyoning qayerda yashashini qat'iy nazar ular o'zlarining milliy kimligini, milliy iftixorini va milliy g'ururini saqlagan va ularni namoyon qilgan. Men doktor o'qiyotgan vaqtimda uning bizning ustozi, ya'ni Yamradan shunimiz bir maqola, bir ilmiy maqola e'lon qildik jurnalda. O Yamradan bu Amerikaning bir davlat tajribasi shag'adam ekan, uningki ustozining savolishi. Kim qilsam bu odam Yahudi ekan. Men shuni tushunmadim. Shuni bir qadim bir jig'ini berib qoldik. Shu paranglashib o'tirib, "O sen nereden geldin?" deganda, men undan bo'lib qandaqdi bu Yahudilar Uyg'urga o'sh degan bir shaklni qilib ekan biz musulmon bo'lgan degan. Shundan deganda shunga men dedim, men Uyg'ur, biz bir Türk millati, o'zimiz ismimiz musulmon. Ana men o'qiman, sizlar unda musulmoncha chiqib ketmaysan, onsam sen Yahudi ekansan deganda, biz dedim desam, "Ha, shunda men Yahudi, bizning Yahudini shunchalik faxrlayman" dedi. Deganda shunday iymon ushdi meniki. Sen zaman Yahudi qanday qaraysan, sizlar to'g'rimida men tuspalashotgandim. Aşağı davaldan mı? Şununki hakikatdir. Yani Uygurlarni chet elda işte bir paralaşsa, "Men Uyg'ur, mana bir millat deydi, Allah qancha persen egallaydi" degan narsa keldik Allohga. Hozir men yashayotgan yerlardami, ashi yashayotgan yerda, biz yashayotgan yerdagilarga o'zim Uyg'ur demay yashayotgan Uyg'urlar bor. Nomus qildi. Ben idaramda ve xalqaro yig'inlarda beshiga kichik to'pi kiyib olgan yodlarni davomli ushtirib turman, xabarisini chiqarib qo'ydim. Aytlarni ko'raman. Men o'zim o'ylab ketgan o'shadan kelgandan keyin agar men bo'lgan yig'inga yana ichki urib bilib olgan bo'lsa, bizim to'p kiyib olgan bo'lsa, kuchimizni degan yaxshi edi. Shu xalqaro imtihon yig'inlarda o'zining milliy kiyimni kiyib olganlardan birisi Yahudi bo'ldi. Boshqasi kiyim o'xshash bir kichik to'p islanmadi. Aniki Hindistonliklar, Yugoslavisni gap yuraverdi ular. Endi Uyg'ur bo'lmaganiga yolg'iz borgan bo'lgandan keyin shuni men to'p kiyamdim hozirda. Xudoyim biz bir kun sevimli bo'lib qoladi. Undan boshqa yana bir narsa bu yerda inson mukammalligini qo'llashish. Men o'tganda bir parcha qisqa maqola yozib chiqarib qo'ydim. Bu Facebook'ga yozilgan to'rbetiga. Kishilar uncha qiziqib ketmadi. Lekin buni men ko'rgan vaqtimda shuncha hayron bo'ldim. Yahudilarning yil bir qatim qiladigan oliy bayram kuni, Hayxoli deb ataladigan bir bayrami, milliy bayram bor. U jami 10 kun tabriklanadi. Bu bayramni yangi kalendar bo'yicha emas, burun kalendar bo'yicha ma'lumotga shular yilda 10 kun oldin o'zgartirilgan vaqti. Ularning bu bayram kunlarida elib boradigan eng muhim ishi, muhabbet muhim. Men başını müşmasat yazgan, başını Uyg'urlar kirib boqsin deb. Eng muhim ishi inson mukammalligini qo'g'lashish. Her bir adamın öz karakteri, yoki kişilik ahlakını devamlı bahalash ve yaxshilash mecburiyetini ado qilish ve özünün mijozini insanların en yuqori darajalik axloqiy mumkinchiligi bo'yicha qaytadan qurashtirib chiqishga tirishish.
Bu 10 gün jarayonida bular o'tirish qilmaydi. Jimjit uyda. Hammamiz jimjit o'tirib o'ylaydi. Oldin bir yil ahvoldan. Hozirgacha Uyg'urlarda jimjit o'tirib bizni o'ylab bizga to'g'ri baho berish kirishlar Allohga shukr emas. Esa Xitoyni bilan gap qilib boshqa qiladigan bo'lamiz. Men mana kelganda shunday ayron qolgan. Endi bir masala bor, men Uyg'urlarda olib yurmayman. Kim to'xtalmasdim bu ishda Uyg'urlarniki o'zini qo'llab qolgan alayhi iqtidori bor. Ularga bir alayhi iqtidori bizning shu so'rin madaniyati, niman do'stlik, mehribonlik, ahko'mlik bu ajoyib muhim narsa. Uyg'urlar hozirgidek shunday dahshatli qiladimi, kulib sayrab yashay olmaydi. Lekin Uyg'ur madaniyatining shunday yuqori jalb qiladigan kuchi bor. Şuna Uyg'urlar hozirgidek kavatdan bir millat. Abadladim, dinninki cho'ng yo'li borda, ya'ni o'zimizningki madaniyatniki. U Yahudiga o'xshamaydi, lekin o'zimizning kuchli bor. Endi agar bir millat xo'shal-xuram yashab, o'zini saqlab salomlansa, ishlab qilish kerak. Yahudi shuncha tushkun millat. Alim Yahudilar mana shunday, ancha kulmaydi. Davomli qarsa shu g'amgin yuradigan millat. Yahudi bizniki ansirab ham yuradi. Tarixda pek jabata etgan bo'lgan uchun. Uyg'urlar xo'shal-xuram yashaymiz. Endi lekin yilda bir qatam bo'lamdi, mana bizim jin turib, biz qanday ketib bormaymiz. Mana kulib, o'ltashda ketaversak bo'lamdi yoki boshqa bir chiqsa, boshqa qilishimiz kerakmi deb o'ylab qo'yish natijada qo'yayman. Mana maqol yozgan, meniki to'g'ridimda bor, xalqaro bir o'qitmoqchi bo'ldi. Sunmoqchi bo'lganman, yadro ilmi va atom bombasi. Yadro ilmi deganda fizika olimlari 1900-yillarning boshlarida atomni bayqagan. Atomni bayqagandan boshlab toki Einstein moddiy energiya tanlamasini tuzgangacha atomdan natish kelgan. Yani atom deganda bilsizlar atom yadrosi var, yadrosida proton bilan neutrondan tarkib topadi va yadro sirtida elektrondan tarkib topadi. Biz uchun yadro ilmida proton emas, neutron eng muhim. Hamda yadro ilmida parçalanish bilan berkish degan narsa bor, ichki reaksiya. Hamda buni yig'iluvdan tarkib topamiz. Xuddi mashinanki benzini bo'lmasa, yig'ilg'i bo'lmasa, yoki bo'lmasa telefondan batareyasini ishlamaganga o'xshash, atom bo'lmasa ham yig'ilg'i bo'lmasa, o portlamaydi, hech qanday narsaga arzimaydi. Bu yadroningki ilmning eng muhim qismi yig'ilg'i. Mayli atom bo'lmasa bo'lsin, mayli yadro energiyasi bo'lsin, yig'ilg'isiz hech qanday ishni istirib qilolmaydi. İsmim Taşmehmet, Yaponiyadan keldim. Hozir Aychi universitetida vaqtliq lektor bo'lib ishlayapman. Bugungi Uyg'ur akademiyasininki majlisiga men diaspora va Uyg'urlar degan temada maqolamni sundim. Bu o'zimniki Turkiyadagi ko'chayotgan Uyg'urlar to'g'risidagi tashrish orqali qilib chiqqan doktor maqolamniki bir qism bo'ldi. Men bu yerda yana hozirgi ko'chma tadqiqotidagi nihoyatda qiziqarli bir tema bo'layotgan diasporaning Uyg'urlarga qo'llanish ahvoli va uni Uyg'urlar qo'llansa mümkün bo'lgan bo'lmaydiganligi to'g'riliq bizlarni bilganlarimni so'zlab berdim. Bu Uyg'ur akademiyasiniki leksiyasi bo'lsa, nihoyatda universallik bir xususiyatga ega. Yana tabibdan bo'lsa, ijmoiy bo'lsin ayirmay, o'sha yerga bir to'plam bo'lib, o'zimizdagi tadqiqotlarni sunamiz. Buni hamda eng chong ahamiyati shuki, bu hozirgi dunyodagi birdan-bir Uyg'ur tilida ilib berilayotgan ilmiy leksiya yig'inidir. Buni vatan ichidagi Uyg'ur yoshlarga bo'lgan ta'siri va ilonlarni o'ylab, men bunga davomli qatnashyapman. Bu nihoyatda muhim deb o'ylab, shuning uchun keldim. Rahmat. İsmim Abdüşkür, Şevsiyadan keldim. Mening Uyg'ur akademiyasining 4-qatimliq yig'iniga qatnashim, ya'ni Uyg'ur akademiyasining ochilgan yig'iniga qatnashim 4-qatimliq. Bu qatimqisi 4-qatimliq ekan. Men tadqiqot temasi ekanmidim, faqatlam Şevsiyada saqlanayotgan Uyg'urlarga doir materiallar va uning
bugungi ahvol haqida qisqacha ma'lumot berdim. Men bu yerga kelib shunchalik xush bo'ldim. Dunyoning har qaysi joylaridan kelgan nurg'un adiblar, professorlar, doktorlar va har soha kasb ahllari shunchalik mo'l temalarda so'zladi ham nurg'un yangi temalarni yig'in ahliga sundi. Men bundan shunchalik xushal his qildim. Yig'in jarayonida nurg'un savol-so'roqlar bo'ldi, ham javoblar bo'ldi. Bu yerda bo'layotgan bu faoliyatlar haqiqatan odamni shunchalik suyundirdi. Men chet elga chiqqandan beri tunji qatim o'zim shunda bir ilmiy so'rinda o'zimni eng xushal his qilishim ham shundaqla o'zimni shunchalik ozoda his qilishim bo'lib hisoblanadi. Xudo buyursa men bundan keyin bu xil faoliyatlarga davomli qatnashishga intilaman yoki sharoiting yaralagan ahvolida davomli kelaman. Assalomu alaykum. Abdulmajid. Ben Gazi Üniversitesi Xalqaro munosabat kasbida magistrlikni tugatdim. 2007'den beri bir shaxsiy tadqiqot o'rinda ishlayapman. Ben bu qatimki 4-qatimlik Uyg'ur fan texnika va mutaxassislar yig'iniga qatnashdim. Yig'inda Buyuk islom mutafakkiri Imom G'azzaliyning Faxriddin Raziga ko'rsatgan axloq tushunchalari haqidagi maqolasini qisqartib 4 xil kasallik ve 4 xil kasallikni qanday davolash haqida qisqacha doklad berdim. İmom G'azzali bu maqolasida insonda va insonlarda mavjud bo'layotgan mal dunyoga amroqlik, riyokorlik, maqtanish kasalliklarni qanday davolayishni o'ttirib qo'ygan. Gerçi İmom G'azzali bu kitobni bundan 900 yil burun yozgan bo'lsa-mu, kunimizgacha buning ta'siri dunyoda tadqiqot o'yinlarida hem axloq tadqiqotchilarning ichida cho'ng ahamiyatga ega bo'lib kelyapti. Imom G'azzali insonlardagi mal dunyoga amroqlik, riyokorlik va maqtanishni yaxshi ko'rish, tanqidni qabul qilmaslik kasalliklarni davolashda ba'zi risklarni o'tirib qo'ygan. Aldı bilan Imom G'azzali insonning dunyodan ketadiganligini, vaqtlik yashaydiganligini, mal dunyoning muhabbatini yurakda emas, yanjuqda bo'lish lozimligini, dünyada yaşashda albatta inson mal dunyoga muhtoj bo'ladi. Ama bu muhtojlikni g'oya emas, vosita qilishni talab qilgan. Ham insonning riyokorlik illatidan qutulish uchun ishchi bilan teshilishning bir bo'lishdi. Har vaqt insonning yashayotgan toki tug'ilgandan boshlab qabrga qadar Allohning kontrolliga ostida yashayotganligini bilgan muddatgacha insonda riyokorlik kesilib bo'lmaydiganligini o'ttirib qo'yib, her insanı bu 4 xil kasallikni davolashda bunu olimlarni, axloqshunoslarni talab qilgan. Bu kasallik bizda mavjud. Ben de bu akademiyaning yig'iniga bu maqolani qisqacha mazmunini so'zlab o'tdim. Rahmat. Ben Murat Orxun, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde kompüter mühendislik bölümünde yardımcı doçent bo'lib ishlayapman. Tünigün ve bugün 2 günde Uyghur Akademisi'nin tertip o'tkazgan 4-chi qatim yig'inga qatnashdik. Ben bu yig'inda Uyg'ur tilininki hozirgi kompyuter tadqiqoti munosabatlik temada qisqacha bir tunishtirish yaptım. Asosiy qilib hozirgi kompyuterniki Uyg'ur tiliga bular tadqiqotlar masalan bular asosli kompyuterlik tercüme qilish bilan munosabatlik bir sunum yaptım. En oxirida Uyghur tili bilan munosabatlik eng cho'ng tadqiqotlarni yig'inchaqilagan bo'ldim. Masalan, eng yaqinda eng cho'ng tadqiqot bo'lib Ubuntu Uyg'ur tilida tercüme qilinib o'tirib qo'yildi. Bu bizning uchun buyuk bir tadqiqot bo'ldi. Natijamiz bo'ldi. Ayni vaqtda qilmoqchi bo'lgan tadqiqotchilarimiz bor. Masalan, butkul akademiylarga, tadqiqotchilarimizga deymanki yordam qilib deymanki taklif qilamanki biz eng qisqa vaqtda Uyg'ur tilida munosabatlik bir korpus deymiz, ya'ni hujjatlar to'plami qilishimiz lozim. Chunki bu hujjatlar to'plami bundan keyin biz Uyg'ur tili tadqiqotimiz uchun bo'lib til tadqiqoti uchun yaxshi to'plab qo'shadi. Butkul bizningki tadqiqotchilarimizniki, akademiyalarimizning shundoq bir hujjatlar to'plamini yasab chiqishini, qo'llab-quvvatlashini umid qilaman. Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar. Men Ablat 2009 yili Tokyo Tibb Universitetidagi yurak kasalliklari bo'limida doktorlikni kutgan. 2010 yildan beri İstanbulda yashayapman. Men bu qatimliq Uyg'ur Akademiyasi tomonidan o'rinlashtirilgan
Uyghur ziyolilarının 4-cü qatımlıq xalqaralıq muhakimə yığınında yürək ritmsizliği haqqında qısqa savat degan temada qısqa tanıştırış verdim. Həmmimiz bilgindek bir cəmiyyətin mədəniyyətli xatircəm buluş üçün hər bir adamın özünü tanıyıb yetişi intayı mühim. Həm bulubmu hər bir adamın özününki fizikilik cəhətdən məlum bilimə oluşumu mühim bir qismi deb qarayman. Şu səbəbdən mən bu yığında yürək haqqında və yürək ritmsizliği haqqında qısqa savat verdim. Bu sorundakilərinki bu tanıştırış arqılıq özününki fizikli xüsusiyyətli insanlarınki və salamatlik münasibətlik temalarda biraz bilimge iyi olğan bolsa nəhayət xoşalıq qılıman. Mənimcə bu qatımki yığın nəhayət əhəmiyyətli götdü və bundaq yığınların davamlı ötküzülüb mənişini və texnik yaxşı temalarda doklad birləşini ümid qılıman. İsmim Rustam Mehmet, Yaponiya, Tokyo, Dikku Denshi degan şirketdə xizmat qılıman. Bu qatim asosida Ubuntu Uyg'urcha tarjima guruhi vakolati Uyg'ur akademiyasida tunji qatim Uyg'urcha Ubuntu sistemasini tanishtirishni maqsad qilib keldik. Bu Ubuntu Uyg'urcha sistemasinin tunji qatim sahnaga, mushtaqil sahnaga chiqishi bo'lib hisoblandi. Bu orqali kishilarimizga Ubuntu'nun Uyg'urcha sistemasini tanishtirishni maqsad qildik. Şu maqsadimizga yetdik deb o'ylaymiz. Oxirida Ubuntu Uyg'urcha tarjima guruhiga barliq a'zolarga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Ben bu qatımqı yığında Kolumbiya Üniversitesi Doktor Mehmet Emin akımız bilen birlikte tayarlagan insanın immun sistemi AIDS ve Uygurlar degan temada leksiya verdim. Leksiyamizda hammalar xursand bo'ldi. AIDS haqidagi nurg'un bilimlarga ega bo'ldi. Bu yig'in bak yaxshi o'tdi deb o'ylayman. İnşallah kelajagim bu yig'inda qatnashaman. Mening ismim Po'lat. Ben davlat ichida Xi'an Meditsina universitetida o'qigan. O'qish bittagandan keyin Kuchada 8 yil doktorlik qilib, undan keyin o'rganganlarimiz ozroq az bo'lib qoldi deb o'ylab 2005-yil Yaponiyaga chiqqan. Hozir Juntino universitetiniki Roy kasallik ilmida o'qiyapman doktorlik kursida. Bu qatimqi Uyg'ur akademiyasiniki bu qatimqi yig'iniga yaşanğanlardaki divanlık kesil to'g'risida azroq qisqa savat berib o'tdim. Bizniki bu qatimqi Uyg'ur akademiyasi yig'ini 4-chi qatimliq ochilishi. Hozir Uyg'ur akademiyasi qurilg'ili 2 yil bo'ldi. Shuning bilan jami 4 qatim ilmiy muhokama yig'ini ulashtirildi. Bu yig'inlarni ulashtirishdagi maqsad asosligi Uyg'urlarning shu ilm fan sohasida qilishtirishli ishlarning nihoyatda ko'pligi Uyg'ur yoshlariniki bundan naslab tashmisi bo'lmaydiganligidan iborat maktab uchurini vatandagi va chet eldagi Uyg'ur yoshlariga yetkazish. Shu nuqtadan biz asosan shu ilmiy sohasida chet elda o'qigan yoshlarni o'zaro uchrashtirib, o'zaro fikr almashtirib, mush orqali vatandagi yoshlarga ilhom berish faoliyatini ulashtirdik. Ben bu yig'in tunelga ulashtirilgan, bu ham ulashtirildi. Ben bu tunelga bir dekret verdim, bu ham birini verdim. Tunelga şu tashqi planetlarni izlaydigan bir Kepler teleskop degan teleskop bor, NASA'dan qo'yib qo'ygan. Shuni bilan tanishtirib o'tdim. Bugun shu bir millatniki saqlanib qolinishida eng muhim rol o'ynaydigan omillar qaysi degan bir temada izlash orqali topgan azroq bilimlarni tanishtirib o'tdim. Rahmat.
özgür yazı ve bizim hayatımız yüksek arzu alanlarımız için toplamsız ilişkilerden, doğru alanımızdan, yanı kadar için